Assalamualaikum, Yakub House obunachilar, aziz mijozlarimiz. Bugun o'sha bozor yonidamiz. Katta hovliga chiqdi. 16 metr, 26 metr plus pojarniy xod ham bor. Sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Bu yerimiz shuningdek katta dalan. Ko'rib eshikni aldalar, agrajlaniya bo'lgan, mashin qo'yadigan, tapchalar, zelenoy hududlari bor. Bu yerimizda shuningdek kotyol, konditsionerlar qo'yilgan, eshiklar ahamiyat berib o'tib ketamiz. Bu yerda bir xonasi, birinchi chetdan ko'rib ketamiz. Katta bir spalni desangizlar yoki kichkina bir zal desangizlar ham bo'ladi. Endi hovli-joylarda katta kitchen so'z ishlatmasak ham bo'laveradi. O'zi hamma narsasi katta bo'ladi bular. Bunda bir zal. Buni kengligini qaranglar buni. 5 metr 10 metr yaqinlar 2 xonali kvartirani kvadrati 50 metr kvadrat. Bir zalning o'zi. Keyin bu yerda yana bir spalnimiz bor. Spalni garniturlar полностью sig'ib turibdi. Ko'rib turibsizlar. Potoloklarni akkuratni qilib qo'yibdilar. Birgina dalanimizda bir asujdatib beribman, bir obo yopishtirib berishga kelgan. Boshqa hammalari cho'tki. Qalin taxta poladan chiqqan. Bu yerimiz kuxnya yaqinda. Kuxning garnituri hamma jihozlari bilan sig'ib turibdi. Bu tarafimizda yuvinish xonasi. Keyin mashinalar ham joylashib turibdi. Bu yerimizda yana bir spalni tushgan. Bu yerda polni spalni garnitur hamma jihozlari bilan sig'adi. Endi bog' tarafni ko'ramiz akillar. Bog' tarafga qaranglar. Zelenoy zonasi bor, daraxtlar kelib turibdi. Bu yerda xohlasangizlar letniy, xohlasangizlar zimniy bir terrasani tashlab bersangiz bo'ladi. Bu yerimizda kladovый hisobi desak ham bo'ladi. Xohlasangizlar bir uy sharoitida biznes qilsangiz bo'ladi. Chunki qaranglar, eshikki pojarniy xodga qaragan. Ya'ni kimdir masalan pishiriq qiladimi, salat qiladimi, uyda bilasizlar, tikuvchilik qiladimi ayollar. Addenli mijozlar bu yandan gelip ketib yuraveradi, uyning ichidan kelib chiqmaydi. Shuningdek bir qulaylikda bir xona tashlab o'tilgan bu yerda. Xohlasangizlar shunday bir biznes qilib bersangizlar ham bo'laveradi. Bu yerda tualet hojatxonasi. Bu tarafda shunday kaldovka tushgan bu yerda. Bu yerda bir zo'r biznes ideya geldi, az aytib o'taman. Oxirida shu garajlarni ko'rib beral pojarniy xod bilan. Bu yerimizda shunday katta garaj. Bu yerda yana pojarniy xodimiz yaqinlar. Katta bir pojarniy xod tushgan bu yerda. Bu yerimiz, bu tarafimizda korpus bor, prezidentskiy korpus. O'sha bozor yonida, yo'l ustida bilasizlar. Shuni dik yonida bu yer. Katta 16 ga 26 lik hovli joy. Boshda biznes proyektini aytib berayin sizlarga. Bunun katta hovli joylarda bilsangizlar, shu pojarniy tarafni, uyni orqa tarafini shuni 2 etajga solib, 2ga bo'lib, masalan 2 xonali, 3 xonalimi nalarni tashlab, arkasidan diniy ijara berib bitdilar. Shudan bir tortib bersangizlar, bundan pojarniy xoddan kelib chiqib yuraveradilar. Normalniy daromad kelib turaveradi. Hozir bilasizlar, studentlar nalar ijara hozir oladilar. Normalniy pullar yoqasini 200-300 dollardan berib qo'ysangizlar ham bo'ladi, ikkini tuzib. Xullas, tochkasi zo'r. Shaharning ichi 16 ga 26 metr kvadrat, buning narxi yo'q, bilasizlar. Egadan primoy nomeri bilasizlar, hozir Rozayindagi aksiyamizda dokumentlarni o'zingiz tekshirgan holda xarid qilishlarini so'rayman. 900 million ozgina kelishadi dedi. Past degan nomer bemalol murojaat qilaveringlar. Lekin akillar dushi. Men o'zim aytdim, katta hovliga chiqishi mumkin.